Fransiya'nın çağırıqı bilen ciddi yığın açqan G7 dövlətlərinin səhiyyə ministrləri dünya cəmiyyətçilikinin Xitay virusunun Omikron variantının təhdidinə duch kelganligini e'lon qildi. G7 dövlətləri Angliya, Amerika, Kanada, Fransiya, Germaniya, İtaliya və Yaponiyanın səhiyyə ministrləri yığınıdan keyin bayonot e'lon qildi. Bayonotda mundaq deyildi: Dünya cəmiyyəti koronavirusunun yeni, yuqumlanışchanligi yuqori bo'lgan təhdidga duch kelmoqda. Bu ciddi hərəkət qo'llanishni talab qiladi. Şərqi Afrika dövlətlərindən biri bolğan Uganda, Infinity aerodromunu kengaytish uchun Xitoydan olgan 207 million dollar qarzni to'layolmaganligi uchun bu aerodromni Xitoyga topshirib beradiganligi to'g'risidagi xabarlarning haqiqatni aks ettirmaydiganligini bildirdi. Fransiyanın Avropa İttifaqı İşləri Ministri Clement Bion Angliyaның beliqchilik krizisi məsələsidəki söhbətdə həll qilish çarəsi tepish kerakligini, buning uchun 10 dekabrgacha möhlat berganligini aytdi. O Angliyani fransiyalik beliqchilarga ijozat berish uchun keraksiz hujjatlarni talab qildi deb aybladi. İran Tashqi ishlar ministri Hüseyin Amir Abdullahyan prezident Recep Tayyip Erdoğan bilan İranlik mansabdoshi İbrahim Reisning uchrashishida ikki davlat munosabatini ko'p taraflamalik taraqqiy qildirishning qaror qilinganligini bayon qildi. Xitoy prezidenti Xi Jinping Sin yig'ini orqali qatnashgan Xitoy-Afrika hamkorlik munbirida so'z qildi. Egallanishicha, Xi Jinping Afrika davlatlariga yana 1 milliard Xitoy virusi vaksinasi avatadiganligini aytgan. Janubiy Afrikada barliqqa kelgan Xitoy virusi Omikron varianti sababidan Yaponiya chegara tadbirlarini kuchaytirdi. Kyoto agentligining xabariga qaraganda, hukumat Afrika davlatlari Mozambik, Malawi va Zambiyani texnik qattiq tadbir qo'llanadigan davlatlar tizimiga qo'shgan. Shuning bilan birga seshanba kunidan boshlab chegaralarning barliq chet elliklarga taqildiganligi e'lon qilindi. Twitter'ning bosh ijroiya amaldori Jack Dorsey istifa berganligini e'lon qildi. Bu shirkat yangi bosh ijroiya amaldorining Parag Agrawal ekanligini e'lon qildi. Bu shirkatning quruvchilaridan biri bo'lgan Dorsey, shirkat xizmatchilariga ayrilish qarori to'g'risida uchur yo'llab, ishonamanki, shirkat quruvchining ta'siri va yo'linishining qanday bo'lishidan qat'iy nazar o'zi mustaqil tura oladi dedi.